Kecha video qo'ysam bir ikkita tushunmagan negativ yozib. Sanani olib keling 27-yanvar. Kamerani olib kelavering bak aka. Uzumlarni ko'rsatib qo'ying. Bittadan like bosib qo'yinglar. O'zbegim mehnatkash xalqimiz charchamasin, mana shunaqa yangilik qilishda to'xtamasin. Dehqon bola kanali buni yo'lata boradi. Uzumlarni qarang, uzumlarda aka karsillab turibdi. Ob'yom yetarli. Xudo xolasa ro'za-yu Ramazon oyiga saqlanayotgan uzumlar. Hammamiz mana shu uzumlardan Xudo xolasa yeb ko'rib, yeb og'izlarimizni ochaylik. Bismillahirrohmanirrohim. O'zini ta'mini umuman yo'qotmagan uzumlar. Olib kelavering aka. Kimga xuddi mana shu uzumlarning ko'chatlari, qolgan uzum navlarining ko'chatlari kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Endi bir voshini uzib ko'rsatib qo'yaylik aka obunachilarimizga. Buni qarang, bandini ham ko'rsating, ko'm-ko'k. Xudo xolasa niyat qilganman 1 tonna uzumni mana shu yerdan olib, ro'za Ramazon oyiga obunachilarimizga tarqatamiz. Like bosib qo'llab turinglar dehqon bola kanalini. Rahmat hammaga. Ob'yomni qarang, ob'yomni aka. Like tayamanglar, like rekka olib chiqaylik. Dunyo ko'rsa uzum saqlanayotganini. Yanvar oyida ham O'zbekistonda.